Diqqat qiling, Samarqandda hisoblagichsiz 907 million so'mlik gaz ishlatgan shaxs ushlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Samarqand shahrida 907 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati fosh etildi. Bu haqida Hudud gaz ta'minot xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Hududgaz Samarqand Compliance nazorat tizimlari gaz ta'minoti bo'limi va huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda Samarqand shahrida o'rganish olib borilgan. Aniqlanishicha, shaharning Shodiyona mahallasida joylashgan umumiy o'rta ta'lim maktabida tabiiy gazdan foydalanish holati o'rganilganda, iste'molchi loyiha texnik hujjatlarsiz va hisoblagichsiz tarmoqqa ulangan holda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanib kelgani aniqlangan. Holat bo'yicha dalolatnoma tuzilib, 907 million 200 ming so'mlik tabiiy gaz xarajatlari qayta hisoblab chiqilgan. Barcha hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xorazm viloyatining Hazoras tumanida ko'p qavatli uyda 9.8 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati aniqlangandi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.